Xullas shunaqa gaplar o'zing shunday nofiku. Ha, tushundim. Bo'pti bo'lmasam sizlarni ham anaqa gapdan qoldirmay, meni ham uyda ishlarim bor, fermamga qarashim kerak. Bo'pti bo'lmasam men ketdim. Aha. Mayli. Hop, bir salomni ishlatishimiz yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Fiko. Bolalar, bu kanalimizdagi yangi kanalimыздagi 4-video. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Agar video boshlanishidan oldin like bilan obunani bosib qo'yinglar. Albatta yegani ham oldinglarga bu narsa olib kelib olinglar, chunki juda ham qiziq bo'ladi. Uyimga bormoqchi edim, hozir fermamga bormoqchi edim, lekin qandaydir bir qizil narsa, jitellarni so'rab ko'ramiz. Jitel yaxshimisan? Ha, Fiko yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ana bu uyimni oldidagi qizil nima? Eshitmadingmi? Yo'q. Xullas, zo'r narsa bo'pti, bor o'zing ko'rasan, bo'ptimi? Yo'q. Xo'p. Nima bo'ldi ekan bu narsalar? Qiziq. Uyim ichkarisi hammasi joyida. Nima bo'ldi? Yo'q, deyam. Nima bo'ldi? Jitel, uyimni nima qilding? Oching. Fiko, xullas, endi uyim mani yangi dorixonam. Nima dorixona? Sen jinnimisan sen? Men qayerda yashayman keyin? Bilmadim, o'zingga boshqa uy qur yoki boshqa uy topasanmi? Endi bu uy baraka uy emas, endi bu dorixona. Chunki seni uying juda ham zo'r edi. Shuning uchun bu yerni dorixona qildim. Qani? Jinnimisan sen? Voy, och eshikni, men ichkarida narsalarim bor. Endi ularni ola olmaysan. Bu yerga kirish uchun sen kasal bo'lishing kerak, tushundingmi? Kasal? Ichkariga kiray bir marta. Bu ishontira olmading, o'lsan. Men kasalman, haqiqatan kasalman. Mana yo'tilaman. Ko'rdingizmi? Yo'q, ishonmayman, sana baribir aldayapsan. Menga berdagi hujjat kerak, ya'ni men qo'l qo'yish kerak, tushundingmi? Men kasal bo'lganim haqida mer qo'l qo'yish kerakmi? Ha, agar bo'lmasa men ishonmayman, kirgizmayman ham. Bor yo'qol. Sen qarab, shoshmay tur. Obuna ishlar merdan oldiga kirib ko'raylik-chi, nima gapingni? Merdan so'raymiz. Mer, shu yerdamisiz? Ha, kiraver. Ha. Mer, yaxshimisiz? Xullas. Ha, Fiko yaxshimisan? Nima bo'ldi, buncha shoshilyapsan? Xullas, eshiting. Uyimni ichiga qarovchi uyimni bo'lni bittasi dorixona qilibdi o'ziga. Anomi eshitdim. Xo'p. Xullas, uyimga endi qanday qilib kiraman? Uyga kirish uchun sana kasallik haqida mer yozib bergan hujjat bo'lishi kerak deb. Ha. Xo'p, yozib beraveraman, Fiko, lekin sen rostdan ham kasal bo'lishing kerak edi. Kasal. Mer, hozir men uyim hayot-mamot, qayerda yashayman keyin? Bunisi mani muammoim emas. Bo'pti. Bo'lmasa menda bitta anaqa bor. Xo'p, nima desangizdan bajaraman. Faqat shu uyimni olishim kerak, iltimos sizdan. Bo'pti. Menga 2 stak yog'och bilan o'zingni fermendagi narsalarni olib kelib berasan, tushundingmi? Nima 2 stak? Jinnim bo'lganmisiz siz? Bo'lmasa bilmadim. O'zing hujjatni o'zing qilib ol, tushundingmi? Mayli, siz ham shu payt anaqa qilishingizda. Vah, palakat, obunachilar. Endi meni ishim 2x ko'paydi. 2x emas, 4x ham bo'ladi. Bora 2 stak yog'och qayerdan topaman men? Bilmadim, sizlar like bosib turinglarchi. Yo'q, bir nima bo'lar. Obunachilar. Bizning kanalimizda obunachi soni 400 ta bo'lib qopti. Keldi, shuni 1000 ta obunachi qo'yamiz. 1000 ta bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Keldi, meni poddeshga qo'yaylik. Hop, bo'pti. Mayli, xo'p. Endi bularni ekib chiqamiz, keyin 2 stak olish uchun o'rmonga ketishimiz kerak. Aytgancha, meni boltam yo'q, boltam ichkarida. Ichkaridan qanday olaman? Bilmadim. Menda bitta cho'tki g'oya paydo bo'ldi, bolalar. Cho'tki g'oya paydo bo'ldi. Короче, mana bu yerdan mana uni buzib
ichkarida anaqani olamiz. Agar bo'lsa, hech kim sezmasa, voy balakat, ichkarida anaqa yo'q. Ichkarida anaqa yo'q ekan. Oy, qandaydir bir telefonim ikkita o'qib qopdim. Ichkarida boltam yo'q ekan. Wow, nice. Okay. Demak, obunachilar anaqa mana bu bratdandan sotib olishimizga to'g'ri keladi. Ismi nima? Sechiz. Anaqa o'qiyotgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nima deb o'qiladi bu tushunmadim. Ismi ham g'alati ekan. Jidel xullas menga ozgina anaqa berib tur. Tak, bo'ldi, mana shu yetadi. $50 oldik hozir. Okay, bizga mana kerak. Aha. Hozir hammasini birin-ketin beraveraylik. Hozir bularni tashab chiqamiz. Okay. Mer xullas men mana bu kartoshkalarni. Voy, telefon tashaverdim. Sorry. Mana voy, mana короче, o'zi olasiz, bo'pti, men ketdim. Xullas, obunachilar endi 2 stak daraxt yig'ib kelishim kerak. 2 stak qilmaymiz-cha, 1 stak qilamiz, bo'ldi, yetadi. Yetib boradi. Ketdi mana. Birinchisi. Hop. Obunachilar bo'lmasam qaranglar. 30 sekund. Bo'pti. 1 stak qilaveraylik, yig'laydi bo'lmasam mer. Mayli, okey. Hop, cho'q qilamiz. Aha. Hoppa. Yaxshi. Obunachilar, o'zingizlardan nimaga yaxshimisizlar, tuzuymizlar, kommentariyada bemalol yozib qo'yishlar mumkin. Men kimni janiman bilasizlarmi? Albatta Nikoni. Afsuski Niko hozir shaharda emas, o'rniga menman. O'rniga hamma ishni men qilaman. Uyni ham menga tashab ketgan balagat. Obunachilar, mayli. Tak, mana bunaqa qilamiz. Okay. 1 stak 10 ta daraxt qilamiz. Okay, nima derkin, ha? Yetar menimcha. Da, yetadi. Tezroq shoshilishim kerak, chunki ichkarida juda ham ko'p aytgancha yangi bitta serial chiqibdi. Короче, o'shani ko'rishim ham kerak. O'shani notebookimdan ko'rish uchun notebookimni olishim kerak. Lekin obunachilar, oyna orqali notebookimni sindirib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir ichkariga kirishga majburman. Okay. 60 ta bo'ldi. Bizga. Hop, 64. Aha, yana 6 ta kerak. Yana 3 dona kerak. 3 dona. Okay. Tamam, olamiz. 1 2 3 bo'ldi. Let's go. Mana ishim bitdi. Shuni bersa-ya. Mayli. Okay. Aha. Da. Tezroq. Mer xullas. Mayli. O'ynaysiz, biz olmayman-da. Aha, narsalar o'psiz. Xullas, men. Mana. Nimaga bu yerda ekan? Masaga 2 stak dedimi, o'sar? Anaqa kechga qilib beraman hozir. Ozgina arvohlar bor ekanda, tushunyapsizmi? O'rmonda arvohlar bor ekanda, o'shaning uchun bormadim. Xullas, ana hujjatni yozib bering. Bo'pti, mayli. Ana bu nima deydi? Jamoatda xullas. Qaysi mandami? Ha, birinchisi. Ana 2 ta ekan bu yerda. Ha, o'shani bittasi. Okay, mana. Hop, Nikam yozilgan ekan, okay. Hop, Nikda figur yozilgan. Okay. Rahmat, mer, charchamang xullas. Okay, olib boramiz. Let's go. Endi kiramiz uyga. Obunachilar, kameram yaqinlashib qoldimi? Xullas, Jitel, mana qanday hozir senga beraman? Eshikni ochib ber. Ochiqmi? Bo'pti, ochdim mana. Aha. Hoppa. Kirmay ichkariga. Mayli, mana tashladim. Tezroq ko'rib ber. To'xtab tur. Xullas, Fiko, hamma narsani ko'rdim. Mayli, kirishing mumkin, sen kasal ekansan. Nima dori kerak? Aha, hozir kirib oladi. Dorimi? Ichkariga hech narsaga tegmadingmi? Hammasi joyida. Qanaqa dori kerak deysanmi?
Ha, xohlasangiz senga mana bunaqa doridan beraman. Hozir men senga qanaqa to'g'ri kerakligini ko'rsatib qo'yaman. Yur bu yoqda. Mana bu yerda hujjat. Mana qanaqadir. Yur. Namuncha o'g'ritsan. Qo'yaver mani. Voylaganda. Ma senga qanaqa to'g'ri kerak? Voy, la'nati. Obunachilar. Endi bu yerlarni buzib chiqishim kerak. To'xtaylik, qo'lim og'riyapti. Kirkada buzamiz. Let's go. Okay. Mana ishni ham buzib tashlaymiz. Palakatdi o'zicha mana uyimni anaqa qilyaptimi? Dorixona bu. Ma yaramasi. Kep buzib tashlaymiz tezroq. Faqat dorixonani boshqa joydan ochsam. Tvachey. Okay. Buni buzorsak, uyg'ot dedi buni. Qanaqadir bir hujjat. Kerak emas bu. Ay. Yotibsanmi o'sha joyda? Mana bu seni narsalaring, mana bu seni eshiging va oynalaring istirib ketdi xullas. Bilganingni qil, tushundingmi? Hozir seni ko'rsatib qo'yaman. Ko'rmasa, egasidan beri ruxsat nima qilishni bilishadi. Voy, rostla. Mana endi bilganingni qil, tushundingmi? Palakat. Buni ishla hozir. Voy. Narsalarni qo'yib qo'ydi. Bo'ldi. Buni ishla xullas. Ana u yaramas shetel ko'rdinglarmi nima ish qilib ketganini? Xullas, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Siz 1000 obunachi bo'lishingiz mumkin. Bas, bugungi video tugadi. Hammaga xayr.